aytishadi, qanday kasalliklarga foydasi bor deydi. Bizda 100% tabiiy asalariga chaqtirib davolanganda tanada necha xil kasallik bo'lsa, ya'ni revmatizmdan tortib davleniya, saharlargacha foydasi bor. 75 xildan ortiq element modda bor arza zahrida. Shular inshaalloh foyda qiladi. Chunki biz o'zimiz ko'ryapmiz, ko'p bemorlarni revmatizm bilan pol artrit, ya'ni bo'g'in kasalliklari, suyak yemilishi, ko'ksa artroz, shu kasalliklarni kelib Allohning izni bilan davo topib ketganlari bor. Biz Muhammadjon tabib deb yozsa, ijtimoiy tarmoqlarga chiqadi inshaalloh. Qanday bemorlar davo topdi, bemorlarimiz videolari, audio zapislari bor. Bizda Telegram kanalimiz ham bor. Asalari davo Muhammadjon tabib yozsa, unda ham chiqamiz. YouTube'larda va qolgan internet sohalaridan chiqadi. Shu asalarining zahri 75 xildan ortiq element moddasi asalarining zahrida inson organizmiga chaqtirilgan nuqtasi chaqtiriladi. Albatta uni qoida bo'yicha qo'yish kerak. Nuqtasi bilan qoida bo'yicha proba bilan boshlanadi. Boshida proba bilan boshlansa o'zi uchun yaxshi. Qanday holatlar bor bemorning yuzaga chiqadi. Allergik holatlar bo'lishi mumkin. Nafas qisish holatlar bo'lishi mumkin. Shularga o'zimiz chora ko'ramiz. Chunki mutaxassis ichine qilsa inshaalloh o'z uchun foyda bemorlar. Bizga ko'pchilik keladi, Namangandan, Farg'onadan kelib qolishadi. Bizda Namanganda ochildi yoki Farg'onada ochildi, shu yerda chaqtiryapmiz deydi. Albatta buni parhezlari bor. Parhezlarni qilish kerak bo'ladi. Kimdir parhez aytmaydi ekan. Reaksiya berish holatlari kuzatiladi qaydadir. Shu narsalar bo'lmasin desa, inshaalloh tabiiy shu mutaxassisga chaqirib davolangan yaxshi. Alloh barchaga shifo bersin. Bizning savollar bo'lsa, bemalol biz inshaalloh savollarga o'zimiz javob beramiz. Telefon nomerlarimizni ham yozib qo'yamiz. Shaxsan o'zim nomerni ham yozib qo'yaman. Telefon qilib qanday savollar bo'lsa so'rashingiz mumkin. Inshaalloh bizda bu yerda sharoitlarimiz yaxshi. 3 mahal issiq ovqati, yotog'i, joylari, yangi pastellargacha beriladi. Mutaxassis ayollar qaraydi, mutaxassislarimiz erkaklarimiz qaraydi. Ayollarga ham, erkaklarga ham sharoit yaxshi. Ayollar tomon alohida addenlik, erkaklar tomon addenlik. Inshaalloh telefon qilinsa, savollar bo'lsa, kelinlarga telefon qilib javob beramiz. Alloh barchaga shifo bersin, salomat bo'linglar.